Futbol o'ynagan vaqtimizda jazo to'pining o'rni bilan vartaning oraliqiga yaqin bo'ladi. Shunga muhofazachi to'p kelishdan ilgari to'p keladigan tarafni oldin faraz qilib, shu tarafga o'zini atadi. Ammo to'pni tepkichiga nisbatan to'pni vartaning usti o'ng burjak taraf yoki usti so'l burjak tarafga tepish eng aqlga uyg'un tanlash. Chunki bu ikki taraf vartaga nisbatan eng bexatar o'rin bo'lib, muhofazachining tusilish nisbati eng tuvan. Ammo bu tanlashning xatarlik tarafi bor. U bo'lsa-mu to'pning azroq qayib ketishi bilan vartaning sirtiga chiqib ketish ehtimoli intayin yuqori. Hamda to'pni urg'uchiga nisbatan faqatla bir xil tanlash qoldi. U bo'lsa-mu to'pni ya o'ng tarafga tepish yoki so'l tarafga tepish yoki o'ttirg'a tepish. Statistikalarga qaraganda muhofazachi to'p kelishdan ilgari farz tuyg'usiga tayanib turib 57% ahvolda vartaning so'l tarafiga o'zini atadi ekan. 41% ahvolda vartaning o'ng tarafiga o'zini atadi ekan. Ammo vartaning o'ttirg'ida turib to'pni to'sish nisbati faqat 2% ekan. Yuqorqi statistikaga asoslanib nazariya bo'yicha aytgan vaqtimizda to'pni tepkichiga nisbatan eng yaxshi tanlash to'pni vartaning o'ttirg'a tepish ekan. Ammo shundaqdimi faqat to'pchilarning 2% jazo to'pda to'pni vartaning o'ttirg'a tepadi ekan. Buning asosliq ikki sababi bor ekan. Birisi ko'pincha to'pchilar o'zining mashqda ko'ngan maharatiga bakrak ishlaydi ekan. Ikkinchi sababi, bu eng muhim sabab, sat turish, ya'ni boshqalarning gapidan qo'rqish. Masalan, tasavvur qilib boqaylik. Agar to'pni vartaning o'ttirg'a tepib, muhofazachi to'pni to'sib olsa, kishilar bunga nima deydi? Albatta kishilar bunga yaxshi pozitsiyada bo'lmaydi. Qarab turib, muhofazachining qo'lig'imi tepamdi, muhofazachi boyagimi tepamdi, muhofazachining itiga tepamdi deganga o'xshagan har xil gaplardan qutlanmaydi. Aksicha to'pni o'ng yoki so'l tarafga tepib, muhofazachi to'sib olsa yoki to'p vartaning sirtiga chiqib ketsa, kishilar buni to'g'ri tushunadi. Bu bir tabiiy ahvol. Bu to'p maydonida bo'ladigan normal ish. Shuning uchun ko'pincha to'pchilar garchi kirish nisbati yuqori bo'lsa-mu, kirmay qolib qolgan vaqtda keladigan kishilarning gap so'zlaridan ansirab to'pni vartaning o'tirg'a tepmaydi. Demak, kishilarning gapidan saqlanib qolish utuq qozonishimizdan muhim. Ko'pinchimizning hayotlik yo'limizdagi tanlashimiz dal mana shuningdek. Kishilarning gapidan saqlanib qolishimiz uchun to'g'ri yoki to'g'ri bo'lish ehtimolligi yuqoroq yo'llarni tashlab qo'yib, mag'lub bo'lsaqmi kishilar to'g'ri tushunadigan, hamma odam to'g'ri qaraydigan, mag'lub bo'lish nisbati yuqori yo'llarni tanlaymiz. Nurg'un kishilar navbatda o'zi qilayotgan ishni tashlab, o'zi so'ygan ishni qilsa, utuq qozonganligiga ishonadi. Lekin agar mag'lub bo'lib qolsa, kishilarning gapiga qilishdan qo'rqib, u shuni qilmaydi. Afsus, hayot nihoyat qisqa. Shuning uchun boshqalarning gap so'zlarini nishonimiz, manfaatimiz va muvaffaqiyatimizga muhim o'rin qo'ya olmaylik. Kishilar nima desa desin, quloqimizni yetib, to'pni vartaning o'tirg'a tepaylik.